Amerika va Xitoy orasidagi texnika urushi har sohada o'zini ko'rsatmoqda. Egilanishicha, Ispaniyaning Barselonada o'tkazilgan dunyo ko'chma xabarlashish yig'iniga qatnashadigan shirkatlardan Amerikaning embargosiga uchirmagan bo'lishi talab qilingan. Bu shuningdek derak beradiki, Amerikaning embargosiga uchirgan Xitoy shirkatlarining iltimos qilishi chekilmaga uchraydi. Mutaxassislarning qarashicha, bu Amerika-Xitoy texnika urushining xalqaro sahnalariga chiqishi ekan. Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo Baltiq davlatlari Estoniya, Latviya va Litva Ukrainani Amerikada yasalgan tankiga qarshi va aeroplanga qarshi boshqarilgan bomba bilan ta'minlaydiganligini e'lon qildi. Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba Germaniyaning Ukrainaga qurol setishini rad qilishi kishini umidsizlantirdi dedi. Yana bir tarafdan Angliya tashqi ishlar ministrligi Rossiyaning Ukrainada Rossiyani qo'llaydigan hukumat qurishni planlayotganligini o'tirib qo'ydi. Xitoy Davlat Kengashi 2021 yili 7-oyda Xanan o'lkasida yuz bergan kelkun oftida nurg'un kishining o'limining yoshirilganligini e'lon qildi. Kengash juma kuni mundaq dedi: yerlik va o'lka darajalik amaldorlar 139 kishining o'limini qasddan yoshirgan. Egilanishicha, bu voqeaga chidishliq 8 kishi qo'lga olingan bo'lib, 89 odam intizom jazosiga hukm qilingan. Janubiy Afrikadan Gollandiyaga kelgan bir yuk aeroplanining qo'nish uskunasida bir yo'lovchi topilgan. Gollandiya xon jamiyati harbiy soqchilarining bayonotida aytilishicha, bu kishining ahvoli yaxshi bo'lib, doktorxonaga yetkazilgan va bu haqda tekshirish boshlangan. Ma'lum bo'lishicha, Janubiy Afrikaning Johannesburgdan Amsterdamga o'rtacha uchish vaqti taxminan 11 soat ekan. Turkiya Olimpik komitetining oldida Beijing qishloq olimpik musobaqasini boykot qilish namoyishi o'tkazildi. 23 yanvar yakshanba kuni Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining chaqiriqi va o'rlashtirishi bilan 500 dak Uyg'ur Istanbul Otako'ydagi Turkiya Olimpik komiteti binosi oldida namoyish o'tkazib, kelar oy Beijingda o'tkazilgan qishloq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqiriq qildi. Taliban vakillari amaki Norvegiyaning poytaxti Osloda g'arb hukumat amaldorlari va Afg'oniston ommaviy tashkilotlarining vakillari bilan ko'rishishga boshladi. Taliban vakillari amakiga tashqi ishlar ministri Xon Muttaqi rahbarlik qildi. 3 kunlik suhbatning birinchi kuni Taliban vakillari Afg'onistonning ichi va sirtidagi ayollar huquqiy faoliyatchilari va kishilik huquq qo'g'duvchilari bilan ko'rishdi. Arab yarim orolida Misr davriga tava 5000 yillik tarixga ega yo'l to'ri bayqalgan. G'arbiy Avstraliya universitetining tadqiqotchilari Arab yarim orolida qazish jarayonida qadimgi yo'l to'rini bayqagan. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, yo'l to'ri shuni isbotlaydiki, bu rayondagi aholilar ijtimoiy va iqtisodiy jihatda bir-biriga bilganimizdami bekerak bog'langan.